Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biza Shahrisabz shahar Kesh mahallasi Ipak yo'li ko'chasidagi mana shu domdan 2-qavatdan 3 xonali uyni 76 kvadrat metrli 3 xonali uyni obzorini qilamiz, sotuvga qo'yamiz. Mana bu mana yangi bozordan kelish. Shundoq yo'l yuzida joylashgan, bu tomonda temir yo'l vokzal joylashgan. Mana bu tomonda mana ko'rib turibsizlar, Sayfullo bog' shashliklari. Bu domdan oldin ham biza bir nechta uy sotganmiz, 3 ta, 4 ta, aniq eslolmayman, shu 3 ta, 4 ta uy sotganmiz. Oxirgisi bir haftaga sotilgandi. Kvadratini 8 million 400 dan sotganmiz. Shu oxirgi sotilgan 2 xonali uyimizni kvadrati 8 million 400 dan sotilgan. Bu uyimizning narxini kvadratini 7,5 milliondan bo'lsa beramiz. Yani ozgina kelishsa bo'ladigan joyi ham bor. Obshi 76 kvadrat, 2-qavat, 3 xonalik. Kvadrat 7,5 milliondan obshi 568 million bo'ladi. Subsidiyaga olingan. Yana 8 oylik subsidiya davri qolgan ekan. Agar 1 yilga yopishga, kreditni 1 yilga yopishga ko'z yetadigan bo'lsa, qolgan 278 millionini 290 million berib, qolgan 278 millionini 1 yil ichiga yopa olaman desangiz, kreditini davom ettirishga ham qilib beramiz. Hozirda yana 8 oy davomida 2 million 630 mingdan chiqib turar ekan to'lovi. Shu 8 oy 1 yil davomiga shu kreditdagi yopsangiz 290 million bersangiz bo'ladi hozirda. Hozir ichlarini ham ko'rsataman. To'g'rida temir yo'l vokzal joylashgan. Bu tomonda mana Sayfullo bog' shashliklari stansiya. Fasadni ko'ryapsizlar, qanaqa ajoyib qilib qilingan. Hozir ichlarini ham bir ko'rsatamiz. Mana bu domimizda hovli qismi, mana ko'rib turibsizlar. Bu tomondan yana dalshi dom quriladi. Bu tomondan parkovkalar qilib qo'yishibdi. Mana parkovkalari, kameralar o'rnatilgan. Ko'p kishi bu domga gaz yo'q deydi. Gazlari, hujjatlari, ruxsatlari olingan, faqat tortib kelish qolgan. Mana shu domni davom ettirilgandan keyin bu tomonga yana dalshi davom etadi. O'sha vaqtda gaz ham ulab beriladi. Mana podez qismi ko'rib turibsizlar. Podezlari kengina, akkuratligini. Yana bitta yaxshi tomoni, agar aka-ukalar yoki og'aynilar olaman desanglar, shu uyda 1-qavatini ham olib bera olamiz. Faqat uni kvadrati oxirgi narxi 8 milliondan bo'lsa, qilib bera olamiz uni ham. Uyimizga mana shunaqa sifatli temir eshiklar qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa kirishdan hol qismi. Kirishdan shunaqasi hol qismi. Mana shu hol qismi. Mana ko'rib turibsizlar, 1, 2, 3, 4 ta eshik. Mana bu yoqdan alohida yana bitta eshik ochsa bo'ladi. Mana shu eshikning o'rni mana shu. Hozir tushuntiraman uni sizlarga. Mana bu oshxonasi. Mana ko'rib turibsizlar, oshxona ham ancha katta. Keyingisi bu detskiy xonasi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu tomonda vannasi. Vanna. Aristollari. Hamma narsasi joy-joyiga o'rnatilgan. Bu xonasi spalnisi bu. Hozir sizlarga bir narsa ko'rsataman, tushuntiraman. Mana spalni ham anchagina katta. Mana bu xonasi mehmonxonasi. Mehmonxonasi. Mehmonxona ancha katta.
Mana bu yoqda mana ko'rib turibsizlar, mana shu yoqdan boya ko'rsatgan joyimni. Mana shu yoqdan eshik qo'ysanglar, alohida xona bo'ladi. Hozir bu ichma-ich qilib qilingan o'zi. Lekin mana shu eshik mo'ljallab qoldirilgan. Alohida eshik ochsangiz bo'ladi. Jihozlari kerak bo'ladigan bo'lsa, u alohida kelishiladi jihozlari. Shunaqa qilib, agar xohlasangiz, pastki birinchi qavatni ham qo'shib olib, dubleks qilib, birinchi, ikkinchi etajlik uy qilib qilsangiz bo'ladi. Mana katyollari o'rnatilgan. Xullas, mana shu uyimizni kvadratini 7,5 milliondan bo'lsa sotamiz. Oxirgi shu domdan sotilgan uyimiz kvadrat 8 million 400 dan sotilgan. Xohlang 1 yilga 278 million kreditini yopa olaman desangiz, 290 millionni berib, qolganini 1 yilgacha yopib yuborsangiz bo'ladi. Shunaqa uy qidirib yurganlarga tashlab qo'ying, manfaatli bo'ladi. Like bosib, podpiska bosib qo'ying. Yangi chiqarayotgan videolarimizdan xabardor bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.